menga jannat tatimayapti. Shunda Alloh taolo buyruq qilar ekanki, o'sha do'zaxdagi bandani olib chiqing deb, shu jannatiy bo'lgan bandani so'zi tufayli Alloh taolo uni do'stini yoniga jannatga kiritadi deydilar. Shunda do'zax ahli aytar ekan, bu qanday inson edi? Bu do'zaxdan chiqib jannatga ketyapti. Uni kimdir shafoat qildimi? Yo otasi shahid bo'lgan, yo akasi shahidmidi buni shafoat qildimi? Yo'q deylar ekan. Uni bir do'sti buni shafoat qildi deb do'zax ahliga aytilganda, do'zax ahli koshki edi biz ham dunyo hayotimizga qaytsak, u solih amalni qilib yaxshi do'stni orttirsa deb do'zax ahli shuni havas qilib qoladi dedilar Hasan Basri rahmatullohi alayhi. Demak, solih do'st mana shundoq bo'lar ekan. Nafaqat bu hayotimizda sizga, bizga bir unsi ulfat, bir dardimiz bo'lsa eshitadigan, mushkulimiz bo'lsa oson qiladigan birovlar. Hatto solih do'st azizlar bu bandaga, ya'ni jannatda ham birga bo'lar ekan.